Menga yana mumkinmi texnikasi? Juda ham zo'r texnika. Videoni oxirigacha ko'rishga harakat qiling. O'zingizga bo'lgan ishonch va xotirjamlikni jalb qilasiz. Hayotingizga mo'jizalarni jalb qilishning eng sodda va eng kuchli usuli bu men hozir beradigan texnikam. Bundan oldin menga podpisatsiya bo'lib qo'yishni unutmang. Kanalimizni topish uchun Telegram platformangizga xuddi shunday qilib Simara 369 deb yozasiz va mana bizni asosiy kanalimiz linkini mana shu yerdan topasiz mana. Bu bor yo'g'i 4 ta so'z. Menga yana mumkinmi? Bundan ham ko'prog'i mumkinmi? Mana shu so'zni kuchini hozir mana shu texnikani men bilan birga bajarib ko'rsangiz bilasiz. Texnikalar ustasining usuli hisoblanadi. 2 bosqichdan iborat. Birinchisi minnatdorchilik bildirish, ya'ni boriga shukr qilish. Masalan, bugungi daromadingizga minnatdorchilik, bugungi bor moddiy dunyoyingizga minnatdorchilik bildirish va undan keyin ikkinchisi yanada ko'prog'iga eshik ochish uchun menga bundan ham ko'prog'i mumkinmi deb yakunlash. Uchinchi bosqich psixologik jihatdan nima uchun bu ish beradi? Diqqat qiling. Nega bu usul psixologik jihatdan juda kuchli? Hisslikdan voz kechish. Ko'pincha biz menda yo'q degan narsaga e'tibor qaratamiz. Bu texnika esa e'tiborni bor narsaga qaratadi. Miya filtri siz miyangizga yaxshiliklar kelyapti va men yana kutyapman degan komandani berasiz. Shunda ongingiz atrofingizdan yanada ko'proq imkoniyatlarni qidira boshlaydi. Qabul qilish san'ati. Ko'pchiligimiz so'rashga yoki ko'prog'iga loyiqman deb bilishga qo'rqamiz. Bu savol esa ichki bloklaringizni sindiradi. Bugundan boshlab sinab ko'ring. Izohlarda o'zingiz minnatdor bo'lgan bitta narsani yozing va oxiriga menga bundan ham ko'prog'i mumkinmi deb yozib qo'ying. Bu koinot saxovatini tekshirib ko'rish. Azizlarim, meni yopiq Telegram kanalimga a'zo bo'ling. U yerda juda ham ko'p bunaqa texnikalar bilan bo'lishganman.